Assalomu alaykum. 23-29 mart haftaligida dunyoda, O'zbekistonda biznes va marketing olamida bo'lib o'tgan yangiliklarga bag'ishlangan hafta dayjestimizni boshlaymiz. Birinchi yangiligimiz O'zbekistonda fintech bozorida ishlaydigan bir o'yinchilardan biri, ya'ni Oson kompaniyasi o'zining boshqa davlatlarda ham o'z faoliyatini amalga oshirishini, qaysidir davlatlarda amalga ishni boshlamoqchiligini va aynan mana shunday bitta yirik hublardan biri bu Yaqin Sharq mamlakatlaridagi o'zini faoliyatini amalga oshirishi uchun Dubaydagi asosiy o'sha fintech sohasidagi faoliyatni amalga oshirish kerak bo'lgan litsenziyalardan biri, ya'ni DFCA degan litsenziya bor. Bu ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari hududida fuqarolarning moliyasini boshqarish, chakana va korporativ mijozlarga xizmat ko'rsatish, ya'ni moliya sohasidagi xizmatlarni ko'rsatish uchun kerak bo'lgan asosiy litsenziyalarini qo'lga kiritganligini e'lon qildi. Bu nafaqat Oson kompaniyasi uchun, balki O'zbekiston bozor uchun ham juda ham katta yangilik, chunki O'zbekistonning kompaniyasi Dubay bozoridagi juda ham olish qiyin bo'lgan litsenziyalardan birini olganligi va o'z faoliyatini o'sha Yaqin Sharq bozorida, Fors ko'rfazi bozorida davom ettirishi bu juda ham zo'r yangilik. Oson kompaniyasi rahbariyatini bu yangilik bilan tabriklayman va ishlarida omad tilayman. Fintech sohasidagi yangiliklarni davom ettiradigan bo'lsak, PayMe kompaniyasi o'tgan hafta 10 yoshga to'ldi. Juda ham yaxshi kompaniya, juda ham yaxshi ilova va biz bilamiz o'sha bir vaqtlar o'zbekistonlik startaperlar tomonidan boshlangan bir startap bugungi kundagi O'zbekistondagi juda ham katta bir yirik kompaniyalardan biriga aylangan. O'sha 2019-yilda Gruziyaning TBC bankiga muvaffaqiyatli sotilgan kompaniya bugungi kunda o'sha 10 yoshga to'ldi. Bu bilan ham PayMe kompaniyasini, TBC kompaniyasini chin qalbimdan tabriklayman. Moliya sohasida yangiliklarimiz bugun juda ham ko'p. Deyarli barcha yangiliklarimiz moliya sohasida. Yana bir yangilik, endi banklardagi hujjatsiz sotib olish mumkin bo'lgan limitni oshishi haqida gaplar yuribdi. Biz bilamiz, bugungi kunda o'sha banklardan naqd valyutani xarid qilmoqchi bo'lsak, bu limit hujjatsiz xarid qilish uchun $100 va mana shu limitni $500 ko'tarish rejalashtirilmoqda. Bu yaxshi yangilik, lekin menimcha o'sha naqdsiz hisob kitoblarning ko'payishi bunga o'sha naqd pulga bo'lgan talabni kamayishiga olib kelishi menimcha bunaqa katta bozorga ta'sir qilmasa kerak bo'lgan yangilik. O'zbekistonda islomiy moliyaviy xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha prezident qarori imzolandi. Unga ko'ra o'sha banklarning endi islom moliyasiga asoslangan operatsiyalarni amalga oshirish mumkin bo'ladi va nafaqat ayrim bir operatsiyalarni, balki to'laqonli islom moliyasiga asoslangan banklarni ochish ham endi mumkin. Bu degani o'zi biz bilamiz, O'zbekistonda bu sohaga talab juda ham katta va anchadan beri bu narsa kutilayotgandi va endilikda islom moliyasiga asoslangan banklarning soni birinchidan paydo bo'lishi va soni ko'payishi kutilmoqda va bu degani to'laqonli bank xizmatlarining O'zbekistonda oshishi yanada ko'payadi. O'tgan hafta TBC kompaniyasi o'zining yangi reklama kampaniyasini e'lon qildi. Ushbu reklama kampaniyasining shiori TBC Bank orzular bilan borsiz deb nomlanadi va juda ham emotsional va ajoyib reklama roligini e'lon qildi. Ushbu reklama roligining o'ziga xos taraflari, bitta rolikning ichida juda ham ko'p yulduzlarni ko'rishimiz mumkin, xususan Eldor Shomurodov, Zafar aka Hashimov, Konst va shunga o'xshagan boshqa o'zining sohasida muvaffaqiyatga erishgan insonlar ushbu reklama roligida ishtirok etishgan va reklama roligi ham juda ham emotsional va yaxshi chiqqan. Men o'sha ta'kidlab o'tishim mumkinki, aynan o'sha bugungi kundagi rivojlangan marketing bozorlaridagi tendensiyalarga mos ravishda rolik chiqqan. Men bunaqa roliklarni juda ham yaxshi ko'raman. Ya'ni hech qayerda TBC xizmatlaridan foydalaning degan gap yo'q, TBCni foiz stavkalari yoki qanaqangidir mahsulotlar emas, ya'ni umumiy pozitsionirованиеga bag'ishlangan imidjevi juda ham chiroyli rolik chiqqan. Uni albatta ko'rishni tavsiya qilaman. O'tgan hafta O'zbekistonning eng yirik kompaniyasi Navoiy kon-metallurgiya kombinati ham 2025-yil natijalarini e'lon qildi. Unga ko'ra 2025-yilda Navoiy kon-metallurgiya kombinatining sof foydasi 64% ga oshgan va $3,5 milliard ga yetgan. Endi biz bilamiz, O'zbekistonda Navoiy kon-metallurgiya kombinati eng katta soliq to'lovchi, eng katta kompaniya hisoblanadi. To'g'ri, bu davlat kompaniyasi, lekin
o'sha davlat kompaniyasining foydasi oshganligi juda ham yaxshi holat. Albatta bunga bir necha faktorlar ta'sir qilgan. Birinchi navbatda o'sha jahon bozorida tillani oshishi menimcha asosiy faktorlardan bittasi bo'lsa kerak. Lekin baribir davlatning eng katta kompaniyasi, eng katta soliq to'lovchining foydasi oshganligi bu faqatgina yaxshi yangilik. 23-29 mart haftaligida bo'lib o'tgan asosiy yangiliklar shulardan iborat. Yangiliklardan doimiy ravishda xabardor bo'lib turishni istasangiz, albatta podpisatsiya, ya'ni o'sha bizning sahifaga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Uchrashguncha xayr, rahmat.